Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun Alzheimer kasali va uning oldini olish to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Oldin qitim men shu divanlik kasali va Alzheimer kasali to'g'risida bir qisqa leksiya so'zlagandan keyin ba'zi qarindoshlar shu kasallikninki oldini olish to'g'risida texmi tafsiliy bir savat xarakterlik leksiya berishimni talab qilib ba'zi savollarni so'ragan edi. Men shu munosabat bilan bu jihatda o'zimning izlanganlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Men oldin qitimqi leksiyada so'zlab o'tgandagidek, Alzheimer kasali divanlik kasalining eng ko'p uchraydigan bir turi bo'lib, shu insonlarningki o'tirchi umrning bo'libmi bak 70 yoshdan oshganlarningki sonining ko'payishiga ergishib, Alzheimer kasaliga giribdor bo'lganlarning soni uzluksiz ko'payib mangmoqda. Yani Alzheimer kasalninki dastlabki paydo bo'lishidan taraqqiy qilib, oxirida ig'irlashqichilik taxminan 8 yildan 10 yil vaqt ketadigan bo'lib, bu jarayonda bemorning miyasi uzluksiz yigdab, oxirida bemorningki butun aqliy qobiliyatlari ozlashib, oxirida mustaqil yaşayamaydigan, yani turmuşda butunlay boshqalarga tayinadigan, hatto o'lib ketadigan ahvol kelib chiqadi. Bu Alzheimer kasallik giribdor bo'lganlarningki miyasi men yuqorida deb o'tgandagidek uzluksiz yigdab, ya'ni kichiklab, miya ichidagi bo'shliqlar kengayib boradi. Shu sababdan shu Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lgan bemorlarningki aqliy qobiliyati tuvallaydi deb qaramoqda. Bu jihatda nurg'unlagan tadqiqotlar ilib berilayotgan bo'lsa-mu, biroq bu Alzheimer kasalininki paydo bo'lish va uni davolash jihatda alohida ko'p ilgirlash yo'q. Shunglashqa bu kasallikninki oldini olish bo'libmi bak shu kasallikninki taraqqiy qilish tezligini ostiltish jihatda bizningki alohida e'tibor berishimizga to'g'ri keldi. Men tövanda shu Alzheimer kasali to'g'risida ba'zi sonliq ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashish bilan birga uning oldini olishda nimalarga diqqat qilishimiz to'g'risida sizlarni qisqacha bir uchur bilan ta'minlab o'tmoqchi. Bu rasmda Alzheimer kasalininki Amerikadagi ahvoli ko'rsatilgan bo'lib, ko'rayotganinglardagidek mayli 65 yoshdagi guruhida bo'lsin, 75 yoshlik guruhida bo'lsin va yoki 85 yoshlik guruhida bo'lsin, hamma guruhida shu ayollarninki Alzheimer kasaliga giribdor bo'lish nisbati erlardan yuqori bo'lib, 65 yoshlik guruhida 9'da 1% Amerikalik shu Alzheimer kasaliga giribdor bo'lgan bo'lsa, 17'da 2% ayol shu 65 yoshlik guruhida 17'da 2% ayol Alzheimer kasaliga giribdor bo'lgan. 75 yoshlik guruhida bo'lsa, 10'da 2% Amerikalik va 18'da 5% Amerikalik ayol shu Alzheimer kasaliga giribdor bo'lgan. 85 yoshlik guruhida bo'lsa, bu Alzheimer kasaliga giribdor bo'lish nisbati texmi yuqori bo'lib, 12'da 1% Amerikalik va 20'da 3% Amerikalik ayol Alzheimer kasaliga giribdor bo'lgan. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, mayli bo'lsin yoki ayol bo'lsin, bu yoshning cho'ng'ishiga ergishib Alzheimer kasaliga giribdor bo'lish nisbati uzluksiz yuqorilab mangadigan bo'lib, agar bizningki umrimiz uzun bo'lib, shu 75 yosh, hatto 85 yoshgacha umr ko'ra olsak, bizningmi bu Alzheimer kasaliga
giribdor bo'lish nisbatimiz yishimizning cho'ng'ayishiga ergishib ish bordi deganlik bo'ladi. Shunglashqa bu kasallikni oldini olish nihoyatda muhim. Bu rasmda ko'rayotganinglar shu Alzheimer kasallikligi Amerikadagi o'xshamagan irqdagi, ya'ni o'xshamagan millatlarning orasidagi tarqalish ahvoli bo'lib, rasmda ko'rayotganimizdagidek mayli 65 yoshdan 74 yoshgacha guruhida bo'lsin, yoki 75 yoshdan 84 yoshgacha guruhida va yoki 85 yoshdan yuqorqi guruhida bo'lsin, nisbatan aytgan vaqtida oqlarninki Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lish nisbati tövarak, anandan keyin bu qartalliklar bilan ispan tili so'zlaydiganlarninki ko'z ko'rinarlik darajada yuqoriligi ko'rsatilgan bo'lib, 65 yoshdan 74 yosh ichidagi guruhida oqlarning bu kasallikka giribdor bo'lish nisbati 2.9% bo'lgan bo'lsa, qorlarning 9.1%, ispan tilida so'zlaydiganlarning 7.5%. Ondan keyin 75 yoshdan 84 yoshgacha orasidagi guruhida bo'lsa, oqlarning 10.9%, qartalliklarning 19.9%, ispan tilida so'zlaydiganlarning 27.9%. 85 yoshdan ortiq guruhidagi bo'lsa, oqlarning 30.2%, qartalliklarning 58.6%, ispan tilida so'zlaydiganlarningki 62.9%. Buningdan ko'rib olishqa bo'ladiki, Amerikadagi o'xshamagan irqdiklarniki bu Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lish nisbati biroz farqlansimi, biroq mayli qaysi irqdagilarning bo'lsin, yoshning cho'ng'ayishiga ergishib Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lish nisbatiningki uzluksiz ish bordiganligini ko'rib olishqa bo'ladi. Shunglashqa men yuqorida deb o'tgandagidek, agar bizning umrimiz yetarlik mushu yoshga kirguncha umr ko'ra olsak, bizningmi bu Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lish nisbatimiz yuqorilab mangdi degan gap. Shunglashqa bu kasallikning oldini olish nihoyatda muhim. Bu rasmda ko'rayotganinglar mushu Alzheimer kasalligininki Amerikadagi 2010-yildan 2050-yilgacha bo'lgan taraqqiyot ahvoli, ya'ni ko'payish ahvoli bo'lib, 2010-yili 4.7 million amerikalik mushu Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lsa, 2050-yilga borgan vaqtida bu sonning 13.8 millionga yetib bordiganligi ko'rsatilgan. Demak, men yuqorida deb o'tgandagidek, bu kasalga nisbatan nurg'un tadqiqotlar ilib berilgan bo'lsa-mu, biroq uning sababi va davolash jihatda ko'p ilgirlash bo'lmaganligi uchun bo'libmi bak insonlarningki umrining uzurishiga ergishib bu Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lganlarningki uzluksiz ko'payib mangadiganligini bu grafik orqali nihoyatda aniq ko'rib olaymiz. Shunglashqami bu Alzheimer kasalligininki oldini olish hammamizga nisbatan nihoyatda muhim. Undaqda bu Alzheimer kasalligininki kasallik alomatlari qanday bo'ladi? Dastlabda qanday bo'ldi, keyin qanday bo'ldi degan vaqtida bu Alzheimer kasalligining dastlabki alomatlari tövandikcha, agar bu alomatlarningki bir yoki bir nechasi bizda sodir bo'lgan bo'lsa, buni biz o'zimizga nisbatan bir xil signal deb qarab, hozirdan boshlab bu Alzheimer kasalligininki oldini olish uchun har xil tadbirlarni elishimiz nihoyatda muhim. Birinchisi, mushu qisqa muddatlik esda saqlashdagi o'zgarish. Misolanga, uydan chiqqan vaqtida ishga qulp silib, yana qulp solmagandek his qilish, yoki bo'lmasa mashinani bir yerga to'xtatib qo'yib, to'xtatgan yerni topolmaslik degandagidek mushu qisqa muddatlik esda saqlashdagi o'zgarish. Ikkinchisi, kayfiyatning o'zgarishi.
yana biraz qaymoqush, kayfiyat asan o'zgarish. Uchinchisi muvofiq so'z tepishda qiynalish. Ya'ni boshqalar bilan paranglashayotgan vaqtida ba'zi so'zlar damalliqqa isig'i kelmaslik yoki boshqalarninki ismini to'g'ri atayolmaslik yoki bo'lmasa shu so'zliklarni to'g'ri atayolmaslik. To'rtinchisi beparvolik. Beshinchisi qaymoqush. Ya'ni men yuqorida o'tgandek qaymoqush deganda yo'lnishni topolmaslik yoki bo'lmasa o'zininki do'stlarninki yoki tonish bilish hatto oiladagilarninki ismini damalliqqa topolmaslik degandagidek. Oltinchisi o'xshash so'z yoki o'xshash harakatni takrorlash. Yettinchisi izchillik qiyinlashish. Ya'ni bir ishni izchil qilolmaslik. Yerimiga berib diqqati chechilib ketish yoki boshqa ishlarga ketib qilish. 8-si kundalik xizmatni o'rindashda qiynalishish. 9-si oson iziqib ketish, yo'lnishni farq etish qiynalishish. 10-si yenilik yoki yeni o'zgarishga moslashish qiyin bo'lish. Bularning hammasi shu Alzheimer kasalininki dastlabki alomatlari bo'lib, agar bizda shu alomatlarninki bir ya bir necha ko'rilgan vaqtida buni biz o'zimizga nisbatan nihoyatda muhim bir signal qatorida ko'rishimiz, uninki taraqqiy qilishningki oldini olish uchun har xil tadbirlarni olishimiz kerak. Undaqda kishilar shu Alzheimer kasaliga giribtor bo'lgan vaqtida qandaq kasallik alomatlari ko'rildi degan vaqtida birinchidan tadrijiy ig'irlashgan unutqoqlik, ya'ni esini yo'qotish. Ikkinchidan gangrash, mijazi o'zgarish, tushkunlashish. Uchinchidan davomli qilib kelayotgan ish yoki xizmatlarning hudisidan chiqolmaslik. To'rtinchisi atrofidagilardan sababsiz gumonlanish. Ya'ni bir narsa yo'qolib ketgan vaqtida yoki bo'lmasa bir narsani bir yerga qo'yib topolmagan vaqtida atrofidagilarning, uydagilarning, tuqqanlarning uni o'g'irlab olganligidan gumon qilish. 5-si aloqalash iqtidorini yo'qotish, jamoatdan yiroqlashish. 6-si tonish va bilish iqtidori ig'ir darajada to'salg'iga uchrash. 7-si atrofdagi kishilarni, hatto eng yaqin tuqqanlarni tonimaslik. 8-si kundalik turmush va xizmatda butunlay boshqalarga tayinish. Oxirida o'lib ketish. Bular shu Alzheimer kasaliga giribtor bo'lganlarda ko'riladigan eng ko'p ko'riladigan alomatlar bo'lib, bu alomatlar dastlabda garchi yengil bo'lsa-mu, biroq vaqtning o'tishi bilan tadrijiy ig'irlashib, oxirida bemor butunlay boshqalarga tayinadigan, o'z hayotini davomlashtira olmaydigan, hatto oxirida o'lib ketadigan ahvollar kelib chiqadi. Bu mayli bemorning o'ziga bo'lsin, mayli uning oilasidagilarga bo'lsin, nurg'un qiyinchiliklar yaratadigan bo'lib, bu kasalga nisbatan hozirga qadar bir unumlik davolash bo'lmaganligi uchun oldini olish nihoyatda muhim. Men tövanda bu kasalninki oldini olishda belgilik ahamiyati bor deb qaralgan bir qism usullarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Bu Alzheimer kasali garchi oldini olish qiyin bo'lgan, davolash qiyin, oldini olish qiyin bo'lgan bir xil kasallik bo'lsa-mu, biroq yetarlik tadbirlarni olish orqali uning xatarini tuvallatgili yoki uning taraqqiyotini aslatqili bo'ladi. Bu haqda nurg'unlagan tadqiqotlar olib berilgan bo'lib, ba'zilarininki unumininki xil yomon emasligi o'tirg'a qo'yilmoqda. Shunlashqa biz sharoitimizning yetishicha shu tadbirlarning hammasini
alalasak hammasini alolmasak bir qismini bo'lsa ilish orqali o'zimizningki bu Alzheimer kasaliga giribtor bo'lish xatarini tuvaltalaymiz va yoki Alzheimer kasaliningki tadrijiy taraqqiyot suratini ostilta olishimiz mumkin. Bu haqda nurg'unlagan kitoblar bo'lib, bu kitoblardami mushu Alzheimer kasaliningki oldini olishda qandaq tadbirlarni qo'llanish, nimalarga diqqat qilish to'g'risida nihoyatda tafsiliy savodlar o'tirib qo'yilgan. Ularning ichida alohida muhim bo'lgani birinchidan mushu o'zini nihoyatda xushal tutish, ya'ni jiddiylashish, ochiqlanish va qayg'urishdan saqlanish. Bu mushu mayli bu kasallikning oldini olishda bo'lsin, mayli boshqa psixikalik kasalliklarningki oldini olishda bo'lsin, alohida muhim. Ikkinchisidan ijtimoiy faoliyatlarga aktiv qatnashish, har xil ko'ngillichish faoliyatlarga aktiv qatnashish. Ya'ni muzika anglash, konsert ko'rish, kino ko'rish, ish qilib nimani yaxshi ko'rsa, shuni qilish. Herkes voz kechmaslik, herkes ko'ngilni yerim qilib, jamoatdan ayrilib, o'zini bir yolg'iz uyga tiqib, bütün jamiyatdan, jamoatdan ayrilishning o'zi bu kasalni ig'irlashtirishda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Shunlashqa bu kasalning taraqqiyotini osiltish yoki bu kasalga giribtor bo'lish xatarini tuvaltish uchun cho'qim insonlar o'zini xushal tutishi, jiddiylashish, ochiqlanish, qayg'urishdan saqlanishi, ijtimoiy faoliyatlarga aktiv qatnashish, har xil ko'ngil ichish faoliyatlariga aktiv qatnashish degandagidek bu ishlarga alohida ahamiyat berish. Bu kasallikningki oldini olishda bakla muhim. Undan boshqa mushu hozir bu divanlik kasali yoki Alzheimer kasaliningki oldini olishda alohida ahamiyatga ega deb qaralgani mushu es saqlashni chiniqtirish, ya'ni mushu mingini ishqa silib turish, tafakkur qilish, o'ylash, har xil aqliy faoliyatlarni izchil davomlashtirish, har xil o'yinlarni o'ynash, masalan shaxmat o'ynash yoki so'zliklarni to'g'ri yozishni mashq qilish yoki bo'lmasa kichik bolalar o'ynaydigan har xil o'yinlarni o'ynash, andan keyin mushu telefon yoki bo'lmasa kompyuter orqali xat yozish, kitob o'qish, ish qilib qandaq harakat qilib faoliyat olib berishdan qat'iy nazar mingimizni ishqa silib turish, mingimizni chiniqtirib turish, bo'libmi bak men yuqorida deb o'tgandek mushu es saqlashni chiniqtiradigan har xil o'yinlarni o'ynash. Bu haqda nurg'un kitoblar bor. Agarda qarindoshlar qiziqsa, mushu sol tarafda ko'rsatilgandagidek kitoblarni bo'libmi bak inglizcha biladigan qarindoshlar ilib shu kitobda ko'rsatilgan har xil mushu faoliyatlarga aktiv qatnashsa bo'ladi. Buningki bu kasallikni oldini olish bo'libmi bak taraqqiyot suratini ostilishda alohida rol o'ynaydiganligi ma'lum. Oxirida mushu sog'lom oziqlanish, ya'ni sog'lom yemekliklarni yeyish, bularni bak mushu mig'iz turidagi, yalimish turidagi ba'zi yemekliklarningki Alzheimer kasalining oldini olishda alohida ahamiyati borligi ma'lum. Bu haqdami har xil kitoblar, har xil mushu tanishtirishlar bor. Agar qiziqqan qarindoshlar bu haqda kitoblarni ilib ko'rib baqsa bo'ldi. Badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish, yaxshi orom olish, yetarlik uxlash.
Men uyku to'g'risidagi leksiyadami mushu yetarlik, sifatlik uxlashninki sog'lomlikda nihoyatda muhimligini ta'kidlab o'tgan edim. Agar qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, shu uyqu to'g'risidagi leksiyani anglab baqsanglar bo'ldi. Anandan keyin badan chiniqtirish, masalanki suv uzish, yo'l minish degandek har xil badan chiniqtirish faoliyatlarga aktiv qatnashish. Ya'ni bu cho'qim palani bundaq harakatni qilish emas, balki o'zimiz qiziqqan har qandaq harakat turlarini izchil davomlashtirish. Bu yerda men deb o'tgandagidek eng oddiysi suv uzish, yo'l minish degandagidek har xil tənhərəkət fəaliyyətlərinə aktiv qatnaşış. Mushu yoshninki cho'ng'ishiga ergishib, ba'zi bemorlarda balkim o'pka yoki yurak da masala bo'lib, ba'zi ig'ir turdagi harakatlarga qatnasholmasligi mumkin. Lekin shu o'zininki ahvoliga asosan har xil chiniqish usullarini tanlab, shuni izchil davomlashtirgan vaqtida anandan keyin bu kasallikni taraqqiy qilish sur'atini astlatqili bo'ladi deb qaralmoqda. Anandan keyin tamaki chekadiganlar bo'lsa, tamakini tashlash, ya'ni miniga zaxmi ilib keladigan har qandaq narsadan yiroq turish. Mushu mingini harakatlantirish degan vaqtida alohida ta'kidlab o'tishga to'g'ri keldigini mush inchka harakatlarni qilish, ya'ni misolanga bizningki mushu nimamiz bilan qo'limizning uchi bilan qiladigan ba'zi ishlar, misolanga konopka orqali xat yozish yoki aqlli telefonninki kichik konopkalar orqali xat yozish, ya'ni mushu barmoqimizni bir nuqtaga to'g'ri markazlashtirish orqali mingimizni alohida chiniqtirg'ili bo'ldiganligi va shu orqali mushu Alzheimer kasalligininki sur'atini, taraqqiyot sur'atini aslatqili bo'ldiganligi ma'lum. Bo'libmi bak hozirgi mushu aqlli telefon yoki iPadlarda o'ynaydigan ba'zi o'yinlar, kichik bolalarga ishlangan ba'zi o'yinlarni mushu yashanganlar 70-80 yoshliqlarniki o'ynashi orqali mingini harakatga keltirgili, ya'ni qo'zg'atqili, shu orqali Alzheimer kasalligininki taraqqiyotini oslatqili bo'ladiganligi ma'lum. Eng oxirida eng muhimi mushu oiladagi ya'ni inoqlik, so'ygi, mushu bir-biriga ko'yinish degandagidek mushu oiladagi mushu har xil faoliyatlarmi bu kasallikni oldini olishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi deb qaralmoqda. Bugungi bu Alzheimer kasali va uning oldini olish to'g'risidagi leksiyani mishada to'xtatmoqchi. Alloh hammamizning tinini salomat, umrini uzun qilsin, hech birimizni bu xil kasalliklarga giribtor qilmasin. Biroq reallik, yanada reallik, shunlashqa ba'zi narsalar biz yuzlangandan keyin pushaymon qilishdan ko'ra uni oldin o'ylasak yoki oldin uni oldini olish uchun oldin tadbirlarni qo'llansak, balkim nurg'unlagan ko'ngilsizliklardan saqlana olishimiz mumkin. Bugungi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning anglag'ininglarga diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.